Mossad, Isroil davlat razvedkasi. 1949-yilda tashkil etilgan ushbu tizim Isroilning xavfsizlik arxitekturasi va tashqi siyosatda hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Tashkilotning asosiy vazifalari aniq: terrorizmga qarshi kurash, xorijiy razvedka, maxfiy operatsiyalar orqali strategik xavfsizlikni ta'minlash va Isroil manfaatlarini global maydonda himoya qilish. Uning samaradorligi nafaqat rasmiy bayonotlar bilan, balki tarixiy operatsiyalar bilan o'zini ko'p bor isbotlagan. Mossadning eng tanilgan operatsiyalaridan biri 1960-yilda Adolf Eichmannni Argentinadan qo'lga olish jarayoni edi. Eichmann natsistlar Germaniyasining yuqori martabali SS ofitseri bo'lib, Holocaustni amalga oshirgan byurokratik mexanizmning markaziy figurasi bo'lgan. Mossad agentlari uni uzoq kuzatuvdan so'ng maxfiy tarzda qo'lga olib, sud qilinishi uchun Isroilga olib keladi. Bu operatsiya xalqaro maxfiy xizmatlar tarixida yangi standart yaratadi. 1973-yilda Yom Kippur urushi arafasida Mossad Misr va Suriya harbiy tayyorgarligi, qo'shin harakati va rejalari haqida strategik razvedka ma'lumotlarini yetkazdi. Bu ma'lumotlar Isroilning dastlabki qarorlariga va mudofaa choralari ko'rishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Mossad tarixidagi eng yorqin operatsiyalardan yana biri 1976-yilda Entebbe'da amalga oshirilgan garovga olingan Isroil fuqarolarini ozod qilish amaliyoti edi. Ugandadagi Entebbe aeroportida terrorchilar tomonidan asirga olingan yo'lovchilar qat'iyatli, puxta rejalashtirilgan maxfiy operatsiya orqali ozod qilindi. Bu voqea global razvedka amaliyotining eng yuqori darajadagi namunalaridan biri sifatida tarixga kirdi. 1980-yillarda Mossadning Afrikadagi faoliyati ham e'tiborga molik. Operation Brazos orqali Efiopiyadagi yahudiy jamoalarning xavfsiz evakuatsiyasi amalga oshirildi. Bu ko'p yillik yashirin logistika, hamkorlik va razvedka operatsiyalarini o'z ichiga olgan strategik missiya edi. 2000-yillardan boshlab Mossadning texnologik razvedka, kiber xavfsizlik va yadroviy monitoring bo'yicha faoliyati keskin kengaydi. Ayniqsa Eronning yadroviy dasturi bo'yicha alohida operatsiyalar e'tiborni tortadi. 2018-yilda Mossad agentlari Tehrondagi maxfiy arxivdan Eron yadroviy hujjatlari va modellarini olib chiqib, xalqaro auditoriyaga taqdim etadi. Bu voqea global siyosiy kuchlar muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan strategik operatsiya bo'ldi. Mossadning kuchi uning metodikasida. U faqat ma'lumot yig'maydi, u xorijiy hududlarda yashirin tarmoqlar yaratadi. Diplomatlar, biznes vakillari, mahalliy manbalar va texnologik monitoring orqali qatlamli razvedka tizimini shakllantiradi. Har bir operatsiya misolida puxta rejalashtirilgan, har bir agent harakati esa aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Mossadning hozirgi strategik yo'nalishlaridan biri kiber razvedka va elektron kuzatuv. Tashkilot xorijiy davlatlarning raqamli tarmoqlarini tahlil qiladi. Geopolitik xavf va imkoniyatlarni aniqlash uchun raqamli manbalar bilan ishlaydi. 2010-yillardan buyon Isroil va boshqa maxfiy xizmatlar bilan hamkorlikda bir qator terror tarmoqlari, raketa tashuv tizimlari va maxfiy harbiy infratuzilmalarni aniqlash va zararsizlantirish operatsiyalari amalga oshirildi. Mossadning umumiy strategiyasi o'zgarmaydi. Har bir qaror, har bir operatsiya va har bir agentning harakati Isroilning keng qamrovli xavfsizligi, regional ta'sirini saqlash va global siyosiy jarayonlardagi muvozanatni nazorat qilishga qaratilgan.